Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Navbatda ota-onam uchun yolg'iz kichik namoyish qilyapman. Namoyishni tugatishdan oldin video ishlab chiqib ketmoqchi. Ma so'l tarafimizdagi bo'lsa, mana Falungon chiqdaylar-ku, o'sha kommunistlarga qarshi o'sha yerda ushlab to'p qoldi ya, har shanba kuni Mishada shanba kuni, uniki Hörtoriyat degan rayonda yakshanba kuni bular faoliyat qilyapti-da. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-20 kun tug'ilgan. Mening opam Sadat Povdon bo'lsa 1956-yili 8-21 kun tug'ilgan. Bular 2017-yili 1-oyning 27 kuni atgan soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik soqchilar tomonidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmaga kitilgan. Qonunsiz u yerda 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan keyin bo'lsa, og'zaki sud etib 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Birinchi qitimliq sudning hukmnomasi 5 yil bo'lgan, keyin azоб qopti deb 18 yil qilib o'tgan. Mening opam dadamniki kesilishniki sababi bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyada turganligim uchun, ikkinchidan opam dadamniki Turkiyaga kelganlik uchun, men bilan ko'rishganlik uchun. Mening opam dadam 2014-yili aprelninki o'rtasida Turkiya Cumhuriyetininki 2 haftalik sayohat vizasini olib, men bilan Turkiyaga kelib ko'rishgan. Undan keyin vizaninki vaqt to'shishdan bir kun burun qaytib ketgan. Mening opam dadamniki yashash tarixida hech qanday hukumat tarafdan diniy va siyosiy ishlar bo'yicha hech qanday bir men bo'lib boqmagan, avarchilik bo'lib boqmagan, adliya tarmoqlariga tushib boqmagan. Bu birinchi qitimligi. Mening opam dadam o'ziniki xizmat o'rnini astoydil ishlab, o'zlarininki xizmat o'rnidan bir chiroyli pensiyaga chiqqan. G'uljininki jamoat ichidami insonlar bilan bir problem bo'lmay, yaxshi o'tgan va madaniyatli bir oila edi. Mening opam dadam mushu 2017-yili tutish boshlangan chog'da tutilib ketgan. Sudninki birinchi qarorida shu meningki Shvetsiyada yashaganligim deyilgan. Bu yerki Shvetsiyada yashaganligim deyilganda, adam Urumchida ishlayotgan vaqtida 2017-yili 3-oy, 4-oylarda G'uljiga opam dadamniki nima sababdan kesilganlik tufaylidan kelgan. Kelish jarayonida undan keyin siyosiy kengashdagi ishga Uyg'ur bola chaqirtib, fikringiz shunda pasport bersak, ishda yetib siyosiy panohlik tilabdi, siyosiy faoliyatlarga qatnashibdi degandekidek narsalar bilan tutdiq, 3 oylik o'qishga degan. Keyin undan keyin o'qish degan qo'yib o'tirgan chog'da G'ulji shaharlik JX idorasininki boshlig'i Ne'mat degan, yo'q, buni taftishga topshirish berish kerak. Buningki bolasiniki Shvetsiyada qilgan ishlar nurg'un deyilgan. Bizningki Shvetsiyada bir g'uljilik emas, ya'ni cho'ngdimmi, ya'ni bir ikkisi bor, bir necha milliy munofiqlar bor. Birisi hozir, birisi O'zbekistonda yoshirin maxfiy ishlarni qilyapti. Nima ishlarni qilyapganini yuzaki bilsak ham cho'nqir yerlarga berib qo'yamiz, ammo bildik va men va mening do'stlarim bildik, ham diğer Uyg'ur jamoatchilikim bildi. Yana birisi bo'lsa, mendan 3-4 yosh cho'ngaroq bola mishaga oldin kelib, shu Shvetsiya Uyg'ur komitetining atrofida peqrab, uchurlarni egallagan, anandan keyin Norvegiyagami adlarni ko'rgan bo'lib berib, ashadimi uchurlar egallagan, Germaniyalik uchurlarni aklarni egallagan, opirib bu narsani 2017da birni 10 as qilib deyilgan. Chunki o'zininki kirib chiqishi qulay bo'lish uchun, pul tepish uchun shunday ishlarni qilgan. Uningki aksimi shundaq savdogarlar quydagan shu odam setiblar, odam chiqib, ili shu Malayziyaga berib, ili Dubayga berib, ichib yurib, arpayliq yurgan narsa. Bu dangliq o'zbek oilasini meningcha jiq odam biladi. Mang'imi jiqildi,
Bu şumu deb biz faraz qildik, bildik deb. O'zinglar ko'nglinglar bilsanglar bo'ldi. Va shunda. Bu hozirmi shuni qilyotidi. To'xtab qolgani yo'q. Bu chunki to'xtanmaydi. Bu borgan Xitoyga ilinib bo'lgan. Bu qilmayman desimi keyin qaytmaydigan yo'l yo'q. Chunki Xitoy o'ziniki xoinlarni bir taldan rasvo qilyotdi. Chunki bular o'ylab qolmasin, rais Xi Jinping bizni yaxshi ko'ramdikin yoki Xitoy bizni yaxshi ko'ramdikin. Seni faqat bir itning o'rinda, bir g'olchining o'rinda ishlatadi. Sen ishlatib bo'lgandan keyin baribir yo'q qilib yetadi. Mushiniki kasofatidan mushunda ishlar bo'ldi. Buni chunki men har kuni deb o'taman. Buningki xotini, bolasi, hadisi, akallari, u yoqda chiqqanlari Allah balasını versin. Qan jiringning ichida o'lib ketsin. Kichik bolasini narsidimi demayman. Umi cho'ng'os munofiq bo'ladi. Ota-onasi, ashnami ota-onasi ashunda munofiqdi. Buni mashtaq munofiq tarbiyaldi. Bumi bolalarni ashunda munofiq tarbiyalaydi. Yana bo'lsa, yana bir so'sa Shvetsiyada mushunda bir akamiz işte yordam bersangiz desam, beshida badi, bamida emas. Oxirsida ma ishni qilmayli, jimto bo'ldi. Men bu yerga ayolay berib qo'ydim. Apang-dadangning kimlik adresini avat dedi, avat berdim. Qimmat emas qildi beshida. Oxir chaqda meningdan foydalanish uchun mushunda davomli pul, moddiy narsa mayliti. Ammo meningki ota-onam bo'lgan hisiyatimdan foydalanib, meni xayli qilgan odamni yana bir g'ulchilik cho'ng'aroq odam shu ma'lisiga ko'chirib ekat. Bular sherigatchilik, o'qatchilikni boshlab, ya'ni odam sotadigan, uchur yo'tkaydigan. Anandan keyin meningki o'sha saddaliqi, oq ko'ngilligimdan foydalanib, nima qilsam bu menga ma'qul deydi, bu ota-onasini chiqarish uchun bo'pti deydi deb, meni hatto Olmanga avatmoqchi bo'ldi. Meni nihoyat yaxshi imtiyozlarga erishtirmoqchi bo'ldi. Hatto vatanning ichiga bemalol kirib chiqadigan sharoitlarni so'zlashib qo'yganligi, Beijingda o'zininki singlisi kelib meni akitadiganligi, xotirjam hech qanday bir problemsiz kirib chiqadiganligi, aşağı berib shirkatlarni açsam, tijorat qilgan o'rinda kirib chiqadiganim, o'zininki ham pulini akab berganligim to'g'rida ishlarni qilib, undan meni bu yerdagi bir qism uchurlarni yo'tkashga sinaq tariqasida sepib boqmoqchi bo'ldi, avval o'zining atrofidagilarnikini. Men buni bilib qolgandan keyin uning oldida bilatdim, endi men iliqi narslarim bekor ketmasin deb ba'zi muhim narsalarni ovoz kelib olgan, shu WhatsApp'dagilarni tozalab telefoning eg'irlashib ketadi deydi. Onamni telefon eg'irlashib ketamda go'y, sifatni yo'qotmoqchisa. Shuni bilan shundoq. Undan keyin shunda ba'zi bir narsalarni majburladi ham o'sha yo'lda mengishga meni rag'batlantirdi desam to'g'ri kelamdi shu. Bu odamga to'g'ri keldi. Shunday qildi. Ondan sırt bir yerde hem de üçtal ayalınki siyasi görünüş akımı onçilik yaxşı emas. Birincisi mikrofon sifatida ishlaydi. Bütün narsalarni opirib deydigan odamga deydi, u yana bir ayolga deydi. U ayol o'rimchik qatlaydi. Hozir qatnamas bo'lib qoldi. Bular qo'qqaga o'xshaydi va o'ylab bolalarım cho'ngib qoldi, satlashib qolam deb bizga o'xshashlarni telekomsha ko'rib o'zlariniki chiroyli olib qo'ydi ekanda. Da qarasam. Yana birisi Ukrain ayol. Bu ayol meningcha shu Ukrainada ba'zi bir odamlar bilan Gollandiyadagi va Shvetsiyadagi qochoqchilikning manbasini qilayotgan. Buninki isbotlari bor. Shunda. Bularninki qini xalqninki qo'li bilan qilib qizil bo'ylab ketgan. Bularda insonparvarlik, odamiylik degan narsa yo'q. Bular Uyg'urning davosini qilmaydi. Bular mumkin emas Uyg'urning davosini qilmaydi. Bular o'zininki shirkatining ishini qiladi. Uyg'ur davosi nomida pul ichib olgan, shirkat ichib olgan, shart taqilib qoldi. Uyg'ur mustaqil bo'lib kelsa, qaysi davoni qildi qarindoshlar sizlar deyqinglar. U mustaqil bo'lib kelsa, taqilib kelsa bo'ladi, qilgan buzuqchiliklar teshiga chiqdi. Iliqi Beijinglarda tushgan yalang'och rasmlar chiqdi. Anchantingning ichidagi bergan intervyular chiqdi. Shvetsiyada Dünya Uyg'ur qurultayiningki bayonotchisi
Dilshod Reşit efendim bir dağlık bir sözü var bu adamınki. Fukam dünyada Uyg'urdek rasvo millat yo'q deb. Buning o dağlık qilib bu adam. Meşəgi kelib panolik bir tilaydi, konsulning oldiga berib namoyish qiladi. Bu yerdan qaytib, yana pasport olgandan keyin yana konsulning ichiga kirib, yana tilanchilik viza oladi. Uningdiki uyaga borgandan keyin anchadan yana bir sotadi. Bular bak mehnat deb ashta datdi. Bu odamning deganmi to'g'ri ekan. Bu odamning degan narsalari isbotlanib chiqdi asosiyatdan. Ama shu undaq bir üzüntüler battı bu adamdan kimi. Onundan keyin Meşədə yana bir qism universitetlarga kirib ishlagan bo'lib, texnik shirkatlarda ishlagan bo'lib, yoki Xitoyga berib o'qimoqchi bo'lib, yoki boshqa ishlarni qilib top uchirib o'tganlarmi bor. Yaxshi odamning ballardi bak buzilib ketdi, poqib ketdi. Chunki o'zlariniki axloq nuqtasidan tutilib qolgan bo'lg'achqa ba'zi bir bo'lmag'ir videolar tarafidan yoshlik yo'llariga kirib ketdi. Ondan keyin ba'zi bir hozir mishadimmi bir 2-3 odam O'zbekistonga qatarib maxfiy ishlarni qiladi. Qarindoshlar, O'zbekistonga berib nima bor u yerda? Ha? U yerdan Xitoy 2011-yilda Kanada fuqarosini akatgan. Aşağı hozir nurg'un tijoratchilar to'plashyapti. Tamam, oshxona ichinglar, uni qilinglar, buni qilinglar. Lekin yosh Uyg'ur qarindoshlar Suriya voqeasiningki, fojiasiningki oldini olaylik. Nurg'un universitetdagan, nurg'un yaxshi akalarimiz, nurg'un qari bolalar, nurg'un mujohidlar vatan deb turib ko'zi ochiq ketib qoldi. Shuningga mushuninkimi oldini olaylik. Unda qilmanglar. Barmanglar. Boshqa Uyg'urlar boshqalar basımı, boshqalar da'vat qismi mangmanglar. Uningdan keyin o'zinglar bir yo'lini tepib, bir yerlardan bir uchib yoki mangadigan qochadigan ishlaringlar bo'lsa, o'zinglar qilinglar. Bu qochoqchilarlardan qilmanglar. Ular faqat sening pulinglarni to'naydi, sening hayotinglar bilan, yana boshqa narsalar bilan o'ylashmaydi. O'zinglar puxta bo'linglar. Shunday gap. Hozir Amerikaninkimi siyosiy sahnasida nurg'un Xitoylar hozir beshim og'riyotdi, yana bir yarim og'riyotdi deb kalladan ketgan bo'lib, sarang bo'lib, psixolog doktorxonalarga berishga boshlayotdi. Dunyo siyosatida oldimizdagi chiqyaptida xudo xolsa bir cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Demak, shunday usullar borkanda rost mening o'ylig'im to'g'ri chiqdi. Bir saranglik kelishkish bejarib olib, bu Xitoyniki bu yeleskanda buni qilayotganlarmi bor. Ularga qaysi kim xotin appati buning hammasiniki so'rig'i bor. Bu hozir chiqmagan bilan buniki hamon bir kuni teshilib chiqdi. Shuningga qarindoshlar aqlli bo'laylik, ota-onamizga ega chiqaylik. Shunday shu narsalarga ega bo'laylik, atrofimizdagi bir-birimizning amalligiga diqqat qilaylik, shaxsiy uchurlarimizni bermaylik. Qarindoshlar 2009mi, 2008mi, 2007da men kelsam ashchaqda Mishaga, vatanga, Xitoyga travel dokument bilan berib, o'zining ishini bitirib, yana travel dokument bilan yenib kelgan. Ularning hikoyalarini anglasanglar, kelib ketishlar, odam beliklari orqali, Shangang orqali kiribsiz. Aşinchilik darajada bo'lib ketgansa, bishalar, yuriki degan bog'u qopdak bo'lib ketgani, qat'iy ko'ngli qop-qora bo'lib ketgan bularninki, ikki qo'li chiroyig'imi chikatgan, nacharligi bor o'ylaqi. Meni mashta ketmamsiz ukam, ketsangiz hech nima bo'lmaydi debdi. Ama shunchalik nachar qanjoqlayapti. Rasva. Allohim balayingni berak, kichik balangning o'lamdi, cho'ng qizingning o'lamdi, kichik qizingning o'lamdi, ikkisining o'lamdi. Ballarının olan neslin kurup ketişsin. İşki dünya xarob ketiş, rasva olib ketiş. Mening qo'lim orqali bo'lmasangmi, boshqalarning qo'li orqali bo'lib ketish. Shuningga. Undan keyin Erkin Sidiq efendim, siz
Ben tünügün bir video koydum. Siz bizdeki bu Yahudilarninkidekmi, Sloveniyaliklarninkidekmi derecede unchalik egri emas, Xudoga shukr desak debsiz. Xi Jinpingga rahmat desak bo'lganda, erkin Sidiq apandim, sizning bu deganingiz bo'yicha o'sha erkiy qirg'inchiliklar bizga yenik tipda bo'ldi-da. Unda olsa egri tipdagi qanday bo'ldi? Siz u davr bilan bir o'qigan odam bu davrdagi qanday bo'ldi? U degan bir qorong'u, zulmatda u degan ikkinchi dunyo urushi vaqtlardan keyingi yoki ikkinchi dunyo urushi mazgillardi. Hozir qanday mazgil? Hozir degan 21-asr uchur fan texnika manda insonlar degan meditsinani taraqqiy qildirayotgan, hayotlikni qadrlaydigan bir vaqtda siz Xitoyga chapayasqan yapqandek qilib dexe Xudoga shukr bizniki yana unchalik egri emas edi. Unda siz bir erkiy qirg'inchilik uchrab baqsangiz mamda. Siz borgan-ku Şinjan universitetlarida so'zlagan-ku. Yoz shu narsalar chiqdi-ku mana Sayram o'g'loniki, Asiya Uyg'ur, Erkin Sidiq, Mashalchilarniki, akademik, mamademik hammaningki chiqishdi-ku ana shuninkini. Qanday tushundirsa uni? Xalq qanday Dilyar Musaviqim necha qitim tutilib qilib, shu uluschilik, yana bir nimcha o'z bilmaydigan temalar kirib oldi. O'rmini qalayim ham bo'lib ketgan. Aga tegib o'rminidan o'xshab tuzuk narsa yozay. Saram. Javob berishmamsa men Sayram o'g'lonininkiga. Sen haqin birin dalanmamda qurultaydagi eng yomonning kakisi mening qo'limda. Chingida tutuqliq. Birsing chiqib birin deb baqa. Rasvo qilib etma u yoqdan bu yoqqa. Senmi chugilib chiqsa, yana bir son chiqib chiqsa. Ya nomus qilmay, mening opam dadam irqiy qirg'inchilik uchrayapti, mening opam dadam turmada. Men so'zlayman. Dadim bor, meniki ochchig'im bor. Sanga o'xshash jining bolalarining kasabiti mushta bo'ldi. Sanga o'xshash latqasqasliniki, sanga o'xshash da'voni suiiste'mol qilganlarninki, sanga o'xshash milliy munofiqlarning dastidan ma bicharlar xalq Müşülağı uçurab ketdi. Uyg'ur degan anda eski Uyg'ur degan manda eski. Uyg'urlar eng yaxshisi, eng esil lagerda eng kesilib ketganlari. Sen qayerdan bilsa Uyg'urniki qandaqligini irqiy qirg'inchilik uchunmidi? Sening Oqso'ringniki qizlar Xitoy o'ynayotgan bilan bizniki g'uljidikilar biz yo'q dalalaymiz, erkaklar hech nima qilamiz-mi? Yo'q dalalaymiz. Sening Oqso'ringnikilarni qirvasi ma'qul, sen yine Xudoga shukr degan bilan biz demaymiz. Sen unda cevap verme xalqqa. Unda gaplarni qilma, ishlama videoni. Hozir hamma odamning psixikasi buzilib, kayfiyat nachar turgan chaqda bir to'qay bir nima yozdi ekansa, bir to'qay bir nima so'zlaydi ekansa, kompartiya anda kishi ko'p ketdi. Mi kompartiya manda kishi güzel ishlim qilolmaydi. Satala qo'ng'angni, anangni. Nervamga tegishmay. Sen nim bilsa kompartiyaning ishchining için nim bo'layotganini. Mushu virus o'raydi. Amerika o'raydi, Xitoy bilan urushida faqat bo'lmasa. Uyg'ur mustaqil bo'ladi. Vaqtlan masalasi. Damning nervasini o'rildi, tunogini ko'rib shundan nervam o'rildi-da. Birnim bo'lsa, chiqiblam so'zlab oldi ekansa, vat chiqib ketir ekansa. Bermamsa javob haqasing, hammang Junqo oilasi, hammang bir ayrim rol o'ynayapti. Sana yaqinlanmamda sana şu birli ayolning chiqib yaqilishi shartmi? Birli Bilalning İbrahimning Turkistonining yaqilishi shartmi? Birli Mirza chiqib so'zlamda, nachisidan mush narsani qilamda. Xalqqa yuzkagidek yashashmamsa seni. Nima qilib bordi bizda yetarlik emas, Xudoga shukr desak bo'ldi deb. Va sen qizingni apirib Xitoylar qata qo'ymoqchi saqchilar. Yuriging pijilmamdikan salamchi qo'y. Kim o'san? O'zingni o'chiysan. Chiqa Yevropadagi qurultayning ichida qo'lamsa, yana bir yana ichida qo'lamsa, Yamanga chiqib baqa oldimga. Xalq degan qansirab ketib bordi. 10 yıl bölgünçilikninki davasını qilding. 10 yıl terroristninkini qilding. 10 yıl lagerninkini qilsang. Uyg'ur tugaydi. Shirkatni yopsa, hamma pensiyaga chiqsa, qirib qolsa, to'plab olding mal dunyoni. Yetib yesangmi yetidi, ishga avlod, pishavlod.
Bo'ldimi, shuning bilan shunday yo'qib ketamdi. Xudoga shukr desak bo'ldi. Xitoy 70 yilni emas, 300 yilni yo'qi bizning mamlakatimizda. Zaminimizni egallayotdi, xizmat o'rinlarini egallab oldi, boyligimizni egallab oldi. Ichki organizmlarimizni arab ellarga sotdi. Boyliklarimizni taran-taraj qildi, dinimizni vayron qildi, madaniyatimizni vayron qildi. Bu yetarli emasmi? Arkasida qapandim. Mishnoga Xudoga shukr deb o'tiramdi. Mening Facebook'imda bor ekan, men sizni Trumpning to'g'risida voy mishta Amerika nahaq ishlayapti desangiz, men boshqalar ha bu odamni xato ayblab, to'g'ri odammikin debdimi? Ma bicharalar qon talashyapti, jon talashyapti mening ichida. Chiqib so'zlaymiz. Amerikaga berib, Amerikadagi o'laqa davoni monopol qo'yganlarni tiganmasakmi? Ma bizning atrofimizdagilarga takkidak kuchimiz bor bizningki. Germanga bora olamiz, Gollandiyaga bora olamiz, so'zlay olamiz. Tak chikitpaqa. G'ojangning qo'yib etmam shadaminasini. İş plaslar ya. Adam bo'lish ham sen haqda vijdon degan narsa bormi? Vijdonsizlar ey. Tarixing vijdonsiz go'ylar hammangninki. Ata-onangning tayini pachini yeb cho'ng bo'lgan go'ylar divan shovchilar. Shuningga pulg'idim tushgan. Nomus qilmay, madaniyat inqilobi Qur'on shitqanlar, odam satqanlar kim qanday bo'lib o'ldi? Ko'rishmadingmi tarixdan buyon? G'alchilarni shing'say chiqqan chog'da og'ziga yambolarni tangilantirib jitib etib o'tadi ya to'ngjilarniki tarjimalar xayillarniki. To'yamana deb. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilyapti qarindoshlar. Buningki dalilida Prezident Trump hukumatiniki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim Jungho Xalq Jumhuriyati Xitoylarning ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti degan la'nat tamg'isini Xitoyning beshiga bosdi. Shuningga qarindoshlar, aqlli bo'laylik. Dünya vaziyatida o'zgarishlar bo'lyapti. Yaxshi to'liq xabar manbalarini ko'rsanglar, to'g'ri yerlardan izlasanglar, yaxshi narsalar chiqyapti. Xudoyim bo'lsa, bizningmi nimamiz yaxshi bir ko'rgan kunlarimiz kelib qolar. Tarix batlarini bir-birlab varaqlaydigan bo'lsak, har qanday irqiy qirg'inchilik uchirgan millat zamonga ega bo'libdi. Bizmi Xudoyim bo'lsa zamonga ega bo'lamiz. Bir parchaga emas. Yoki Qashqar Xotanga yig'ilmaymiz. Men G'uljidan keldim, G'uljiga ketaman. Ketamsam Shvetsiyada o'laman. Vatanninki bir chimdan tuproqning to'pisini bermaymiz mustaqil bo'lgansa. 1 metr eshib ketmaydi yoki 1 metr kam qolmaydi. O'zimizdan o'zimiz olamiz. O'shqin talab qilmaymiz. O'shqi nima desa, o'shqi 70 yillarga kommunist bizga kirgan, to'kkan qonninki, irqiy qirg'inchilikninki ziyonlarini, mushlarninki pulini hammasini to'laydi bizga. Yaponiyaga qanday to'latdi? Bizga mi to'laydi? Shuning uchun men Xitoy josuslarini selib, mala mustaqil bo'lib ketib qolsa, birinchidan Xitoyninki mangu beshiga tamg'a urildi, ikkinchidan mangulik to'lamga qolmiz deb aqasingni selib men tipirlatib bordi. Uyg'ur o'yg'oq texi. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa, men bu oxirlashtiray, unda bo'lsa Xudoyimga omonat bo'lsa.